Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Впереди камера контроля перекрестка. Taksidan gapiramiz deyim. Xullas bir O'zbekistonlik birodar, bir musulmon odamni yuklari bilan O'zbekistonga jo'natayotgan ekan. Xullas shu tashlab qo'ying deb tashlab qo'ydim hozir. Ajoyib narsaga duch keldimda menga qattiq ta'sir qildi. Hali farosat ko'p aytaman, shu farosat bir ulug' ne'mat ekan, Alloh taolo tarafidan berilgan. Innakaga bir sal fikr yurgizishlik bu endi umuman gapirmasa bo'laveradi qanaqa ne'matligini-da. Shuning uchun dinimiz tafakkur qilishga, fikrlashga ko'p buyurgan ekanda. O'sha birodarimiz qaysi viloyatdaligini aytmayman, o'sha O'zbekistondan anaqa qor kuradigan apparat bor. Motori bilan yuradi, itarib yursangiz qor kuramda hali kombaynga o'xshab turib boshqa fulka beradi va hokazoda. Shundan olib O'zbekistonga jo'natyapti-da. Men aytdim, necha pulga oldingiz desam, bir endi katta pulda aytdi. $500 atrofini aytdi. Qo'ldan oldim, arzonga oldim, ular qimmat turadi deydi, oyda, mana oyda shunaqa gaplar. $500 emas ekan, $700 pulda aytibdi. Dollarga pishsa. Через 300 метров поверните направо. Endi qiziqdim-da, O'zbekistonda shunchalik qor, sizlar viloyatlarda shunchalik ko'p qor yog'adimi? Bu o'sha anaqa Sibir degan joylarga, Rossiyani boshqa joylarga ham aytmaydi. Bu kechasi kunduz qor yog'adigan 6-7 ta qori bor joylarga, u shunaqa osongina kurab qaynab kurash qiynaladigan joylarga desam, yo bizda 2 marta qor yog'adi, xolos ko'p yog'maydi. Lekin bolalarga oldim-da, bolalar qiziq qiynalishmaydi. Shu bir marta qor yog'sa ham deydi. Bir marta qor yog'ib yerda kurashga ulgurmaydimi yo'q. Erib ketadimi desam, ya kuraydi, birarmi 1-2 marta deb bolalarga oldim dedi. Alhamdulillah, Alloh rozi bo'lsin bolalarni. Shunda sen shularni o'ylab nima qilibsiz dedim. Sekin gaplashib ketib joylar haqida so'rasam, endi qilaman joyimni dedi. 2 xonali uy qilib chiqqanman dedi. 5-6 yildan beri pul to'playolmayapman dedi. Vanna, tualet qilib ichkariga sharoitlar qilib berganmiz oilangizga desam, yo'q, hojatxonam hovlida, uzoqda eskicha deb. Endi xullas uyda ham endi ko'mir o'tin endi shunaqa eshitishim, tushunishimcha nihoyatda endi hali kombaynga hali 5-10 yil bor ekan endi olishiga. U kombaynga umuman hali vaqt yo'q, mandaqcha aytganda. Hozir bola chaqani o'ylayapti, Alloh rozi bo'lsin, yaxshi, lekin o'sha o'ylayotgan fikrni to'xta oldi, misol uchun sal issiqroq qilib ichkariga bir yuvingani xona qilib deganda, yo bir shunaqa sharoitlarni qilib oyvon solib bitta molida qo'ydi qilib turib keyin bu endi haligi Novosibirda yoki bir boshqa joy shunaqa bir Yakutiya shunga o'xshagan joylarda bo'lsa tushunasiz. Endi farzandlarni o'ylab kechasi kunduz qor yog'yapti, shu qiynalishmasin deb olibdi, uyda vannasi yo'q bo'lsa ham deysizda. Lekin hozir ashuncha pulga o'sha narsani olishligini katta farosat kerakda. Men tushunmadim bu narsani. Indamadim, ancha achindim. Assalomu alaykum.